Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz aktiv quvvat haqida gaplashamiz. Aktiv quvvatni belgilanishi P harfi bilan belgilanadi. O'lchov birligi esa vatt, kilovat, megavatt o'lchov birligida o'lchanadi. Quvvatimizni topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni aktiv quvvatimiz tok kuchi, kuchlanish va quvvat koeffitsiyentining ko'paytmalariga teng bo'ladi. Bu yerda bizda kosinus fi, ya'ni quvvat koeffitsiyenti hisoblanadi. Kosinus fi deb tok va kuchlanish orasidagi fazaviy siljish burchagiga aytiladi. Bu kosinus fi'miz qanchalik birga intilsa, quvvatimiz shuncha katta bo'laveradi. Vattmetrda o'lchanadi quvvatimiz. Hammada ham vattmetr yo'q. Shuning uchun biz voltmetr va ampermetr yordamida iste'molchimiz qancha tok kuchi va kuchlanish olayotganligiga qarab turib, quvvatimizni aniqlab olsak bo'ladi. Buni hozir men sizlarga amaliy ko'rsatib beraman. Buning uchun biz ushbu iste'molchimizni quvvatini aniqlashimiz uchun uning kuchlanishini, tok kuchini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni bizda hozir tok kuchi, kuchlanishini aniqlaymiz. Kuchlanishimiz 216 volt. Tok kuchimiz 280 volt amper. Bu yerda bizda tok kuchimiz, kuchlanishimiz aniq, lekin kosinus fi'ni qanday topamiz? Kosinus fi'miz bizni hozir hisoblayotgan iste'molchimiz aktiv qarshilikdan iborat bo'lganligi uchun aktiv qarshilikda tok kuchi va kuchlanish bir chiziqda yotadi. Ya'ni tok kuchi va kuchlanish orasidagi fazaviy siljish burchagi fi'miz 0 gradusga teng bo'ladi. Fi'miz 0 gradusga teng bo'ladi. Kosinus fi 0 gradusda 1 ga teng bo'ladi. Ushbu qiymatni biz 1 deb olib ketamiz. Quvvatimizni topishimiz uchun tok kuchini yozib olamiz. 2,87 amper ko'paytirilgan. Kuchlanishimiz 216 volt. Quvvat koeffitsiyentimiz esa 1 deb olib ketamiz. Ushbu ifodani hisoblasak, bizda quvvatimiz vattda kelib chiqadi. Natijamiz 619,92 vatt chiqdi. Demak, bizning qizdiruvchi tenimiz, ya'ni iste'molchimiz 619,92 vatt elektr energiya iste'mol qilyapti. Ya'ni buni kilovatga aylantiradigan bo'lsak, taxminan 0,62 kilovat elektr energiya iste'mol qilyapti. Bu degani 10 soat ishlatsak bu tenimizni 6,2 kilovat soat energiya iste'mol qiladi.